Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Giro kanali. Scratch kartadan davom etamiz. 7.755 ming so'mdan. Mana 8 20 bo'lsa chiqardik, lekin 20 bo'lish kerak edi. Shu 2 bo'lish 10 bo'lish kerak edi. Olti 15 yo'q. %10 0. Bile bir 15 20 10 30 50 40 108. Bunu şöyle çıkarırız ham yaxshi foydada deylik. Foydada. Tinchlik o'yinlarimiz qaysi? Olmaymi o'zgargani? Yo, bunda o'zgaradi. Xbetda o'zgardi olma. O'ynab ko'rganlar bormi? Boshqacha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Bir hafta 10 kun o'tib kamida o'zgarib qoldi. Bunda esa hali o'zgarmagan ekan. Biz nima o'yin bo'lsam, garaj bosaylikmi? O'tgan oxiriga yetdik garajda. Garajda hozir 300 ming so'mdan bosib beraveramiz. 332 ming qilsak, 32% bunda maksimum. 332 ming so'm bosamiz. Ketdik. Chapon. Har doimgidek o'zimizni yo'nalishimiz. Buni o'zgartirmaymiz hech qachon. Bular bitta oxirgami? Ha, oxirgi 8 burchlik qildi. Yana bosamiz. Mana yana oxirgisi. Yo'q. 16 da to'xtadik. Stopping you. Stop. Yana 2 burchlik qildi. Yana bir marta. Chap, o'ng. Chap. Rahmat. Oldin zo'rida 2 yil oldin deylik. 1 yil emas, 2 yil oldin. 1 yil oldin ham kis burchidi. Ha, bilmayman hozir. Adashib ketdim. Chapon olaman. Ikkita chapda bosib oldim. 2 yil oldin zo'rida bookmaker. Hamma yo'q zo'r. Bingo bordi, kunlik vazifa bor edi, 1 yevro olib berardi. Plus o'yinlar boshqacha edi, yaxshi yutib berardi. Hozir esa afsus. Yangilanyapti. Yangilanishi ham to'g'risi shaxsan menga yoqmayapti, to'g'risi yangilanishi. Ko'pchilikka yoqmayotgandir u. Men ham shu qatordaman. Umuman yoqmaydi shu yangilangan o'yinlar. Yangi format o'yinlarda. Bingo'ni qaytarsin bizga mana. Kunlik vazifani qaytarsin. O'shalarni qaytarish kerak bizga zo'rlardi. Biz varomatda ham oxirga yeta olmaymiz shekilli. Va oxirgi urinishimiz yo'q. Menki balki unaqa ko'rish kerakdir. o'ng chap qilib ko'rish kerak. Chapon qilyapmiz. Shuni o'ng chap qilib ko'rish kerak menimcha. 215 692. 3 ga 3 surdik.